Leksimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugün çiğsak işkimen 21 yıl 2. ayının 9. günü. Heptige seyşembe vatandaşım. Endiki mavzu mundak. Siz bu mavzunu tatkik kılın. Hem bu mavzunu çunkur oylunan vatandaşım. Ben başta sizge vaziyet tariq sözlep verdim. Endi siz şundak kılısınız hürmetlik vatandaş. 5 burcaklık bina. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat menfaatini kapolatga ega qiladi. Jungoning tajovuzini qabul qilmaydi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 2. ayning 8. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlandi. Ondan keyin OneWay orbitiga ko'chirib berildi. Men OneWay orbitidan oldim. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotchisi Kirby muxbirlarni kutib olish yig'inida 5 burchaklik bino Uyg'uristonda irq yo'qotish jinoyatining dalilini, faktlarini egallab turyotamdi degan savolga bayonotchi Kirby javob berib bundaq ko'rsatdi. Men istixborot uchurlarini oshkorlashni xohlamayman. Lekin 5 burchaklik bino Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining baholashini qo'llaydi. Bayonotchi Kirby bundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining Uyg'urlar duch kelgan qismatlarni baholashni qo'llaydi. Biz sizning, yana muxbirning Davlat Mahkamasining bahosiga izinib ko'rishingizni taklif qilamiz. Vatandoshlar, Allah Amerika Qo'shma Shtatlariga madad va kuch ato qil Allah. İnsaniyetning adolatini Amerika xalqining oldiga qo'y Allah. Amerika siyosiy yo'llarining oldiga qo'y Allah. Bugun endi bu xabarda insoniyat adolatini Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligining oldiga qo'ygan Allah. Bu abzasini yana bir o'qibri anglab qoling vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotchisi Kirby muxbirlarni kutib olish yig'inida 5 burchaklik bino Uyg'uristonda irq yo'qotish jinoyatining dalil va faktlarini egallab turyotamdi degan savolga, muxbirlar qo'ygan savolga javob berib, bayonotchi Kirby bundaq ko'rsatdi. Men istixborot uchurlarini oshkorlamayman. Lekin 5 burchaklik bino Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining baholashini qo'llaydi. 1. ayning 14. kuni sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Davlat Mahkamasi nomidan Uyg'urlarni etnik qirg'in qilish va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Demak, bugun Kirby Davlat Mudofaasining bayonotchisi Kirby Davlat Mahkamasining baholashini qo'llaydi dedi. Bayonotchi Kirby mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining Uyg'urlar duch kelgan qismatlarini baholashini qo'llaydi. Biz sizning, yana muxbirning Davlat Mahkamasining bahosiga izinib ko'rishingizni taklif qilamiz. Bayonotchi muxbirlarning savoliga javob berganda mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligi yer shari harbiy kuch o'rinlashtirish planida Jungo eng zo'r xiris e'lon qilg'uchi davlatning biri deb tilga oldi.
Mundaq ko'rsatdi, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligi yer shari harbiy kuch o'rinlashtirish planida Jungo eng zo'r xiris e'lon qilguvchi davlatning biri deb tilga oldi. Şunlaşqa Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okeani rayonidagi harbiy ishlar mavjudligini ko'paytirish kerakmi degan savol qarta bayonotchi Korbi mundaq javob berdi. Amerika ittifoqdoshlariga bergan bexatarlik va'dasini davomli saqlab qoladi. Bayonotchi Korbi mundaq ko'rsatdi. Biz ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimizga bergan bexatarlik to'g'risidagi va'damizni davomli saqlaymiz va bu rayonda davriy harbiy kuch o'rinlashtirishni davomli saqlaymiz. Xuddi o'tgan hafta avomatlar to'g'risida to'xtalgandek. Muxbirning Rossiya va Jungoning O'rta Sharqdagi harbiy faoliyatlari to'g'risida qo'ygan savoliga javob berganda bayonotchi Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotchisi Korbi mundaq ko'rsatdi. Jungo butun yer shari doirasida kun sayin kuchayotgani xiris e'lon qildi. Amerika ziyon zahmatga uchramaslik uchun davlat manfaatini kapolatga ega qiladi. Bayonotchi Korbi mundaq ko'rsatdi. Sen Davlat Mudofaa Ministerining navbatdagi davlat mudofaa strategiyasi to'g'risidagi nutqini anglading. Hamda navbatdagi davlat mudofaa strategiyasining yadrosi to'g'risidagi mazmunlarni anglading. Ya'ni Jungo Amerikaga va butun yer shariga xiras qilishni tizatmoqda. Yani Jungo Amerikaga va butun yer shariga xiras qilishni tizlatmoqda. Yalğız O'rta Sharqda emas, yer shari bo'yicha harbiy kuch o'rinlashtirish to'g'risida to'xtalganda bayonotchi Korbi mundaq dedi. Qarab baq, bizning kuchimizga ig'vogarchilik qilg'ichilarga taqobil turib, davlatimizni va davlat manfaatimizni qo'g'daydigan yeterli kuchimiz bormi yo'q? Qarab baqsang bo'ladi. Allah medet ato qil Amerika Qo'shma Shtatlariga. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligiga hozir kishilik huquqdan olqib chiqdi Uyg'ur masalasi xalqaroga. Endi xalqaroda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Xitoy yoki Jungo Kompartiyasi Xinjiangda yoki mustamlik Uyg'uristonda irq yo'qotish jinoyati o'tkazdi. İnsaniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Uning keyingi buning paketlari 2 ayning 2 kuni BBC xalqaro televiziya va radio stansiyasida e'lon qilindi. Hurmatli vatandosh, tunigillardan bu Amerika Qo'shma Shtatlarining CNN ismli televiziyasida Tursunay Ziyovuddin guvohlikdan o'tdi va muxbirning savollariga javob berdi. Hurmatli vatandosh, Allah bir cümle söz, biz çöş görüvatımız, Uygurlar hazır çöş görüvatıdı. Devlet Mudofaa Ministerligi bugün kişilik hukuk endilikte kırgın qilish, etnik qirg'in qilish masalasiga va insoniyat qarshi jinoyatga aylanib Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligining bo'sag'asiga kelib to'xtadi. Javobni yuqorida angladingiz, hurmatli vatandosh. Bugun buni shunchalikla tahlil qilaylik vatandoshim. Bo'lamdi-ya? Shunchalikla tahlil qilaylik hurmatli vatandosh.